Okalar, assalomu alaykum. Bugun obzorimizda haqiqiy Samuray, ya'ni BMW G60 modeli bo'ladi. Okalar, mashinamizdan yiliga ahamiyat qilamiz. 2005-yil, probegi 367 ming. Ya'ni probegini 0 desak ham bo'ladi. Sababi $2000 ga yaqin pulga yaqinda kapitalniy remont qilib qo'yilgan. Motori zo'r, korobkasi zo'r, avtomat korobka, hadovoy 95% zo'r. Okalar, mashinani bitta ko'ramiz. Mana qaranglar. Xudo xolisa mashinaning kamchiliklari bor, hammasini qildirib qo'yaman kelguninglarcha. Ya'ni oldi bamper septiramiz, faralarni polirovka qilib, mashinani polniy polirovka qildirib qo'yamiz inshaalloh. Okalar, mashinamizda hattoki lyuk ham bor. Okalar, 2005-yillarning narxi 12 mingdan boshlanadi, 15 ming, 16 ming dollargacha. Bizlarnikini narxi yosh bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Orqalarini ko'rsanglar bo'ladi. Takoy двойной выхлопlar. Xullas, mashinamiz juda ham chiroyli. Yurishlari вообще zo'r. Xo'p, mashinamiz заводской kojinning salonda turibdi. O'zini monitori bor, klimat kontroli bor, abagrev sideniyasi bor, ikkita oldi sideniyada, o'zini joystiklari bor, cruise kontrollari bor, multimedialari bor, litskiy rejim, stiklopodъемниклarigacha bor. Mashinamizning hattoki lyuklarigacha bor, okalar. Endi narxini taxmin qilib turinglar. Mashina zo'r, okalar. Ya'ni texnik, motor, hadovoy korobkasi, hamma narsasi yaxshi. Hamma kamchiligini qilib qo'yaman. Narxiga keladigan bo'lsak, $1 kam $9999, okalar. Shoshilinglar. G60 avtomat korobka lyuklari bilan bunaqa narxga hech qayerda yo'q.